Ijtimoiy tarmoqlarda juda ham keng tarqalgan, ko'plab muhokamalarga sabab bo'layotgan videolarni bir nechtasini hozir sizlar bilan tomosha qilamiz. Rossiyada hindistonlik mehnat muhojiri avtomashinada urib yuborildi. Qirg'izistonlik Yandex haydovchisi o'z yo'lida ketayotganda hindistonlik yigit stokerida qarama-qarshi yo'lda paydo bo'lib qolgan. Xabaringiz bor, Hindistonda qarama-qarshi haydash mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu video keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Bu yigit Rossiyani Hindiston deb o'yladi shekilli. Bora-bora Rossiya ham Hindistonga aylanadi deya izohlar qoldirishmoqda. Hindistonlik yigitga tushib choy-poy uzatmabsiz-da, balki ularda bu odatdir deya ham kulib qo'yishgan. Xo'sh, siz qanday fikrdasiz? Bu yerda kim aybdor? Qirg'izistonlik Yandex haydovchisimi yoki qarama-qarshi kelgan hindistonlik fuqaromi? Butun dunyoga ma'lumki, Hindistonda hech qanday yo'l qoidasi yo'q va ular hech qanday yo'l qoidasiga amal qilishmaydi, balki buni to'g'ri tushunishimiz kerakdir. Videoni tomosha qildik do'stlar. Bu kabi holatlarga siz nima deysiz va siz qanday fikrdasiz? Izohlarda fikrlaringizni qoldiring.